Короче, manda uda reja bor. Qanaqa? Короче, qishloqlarning uyini asta-asta yo'q qilamiz yoki kichraytirib qo'yamiz. Ular bu yerda yashay olmagandan so'ng bu yerdan ko'chib ketishadi va biz qishloqni bosib olamiz hamda Johani o'ldiramiz. Chindim, davayt unda ketdi boshlaymiz. Ke ortimdan. Bo'ldi, jonimga tegib ketdi shu o'yinda o'ynaverib. Umuman yenga olmayapman, bilmadim qanday yengish kerak. Balki o'ynashni bilmayotgandirman yoki tushunib turib o'ynay olmayotgandirman. Yo hayronman. Короче, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johan qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki men tez orada 1000 ta obunachiga erishim kerak. Va bugun kun bo'yi o'tirib polizga ishlash esimdan chiqib qopti. Hozir esa chiqib polizda biroz mehnat qilib kelaman. O'sha kech bo'lib quyosh botish joyiga ham yetib kelib qopti. Men esa bu yerda o'tiribman. JTlar ham aytmagan tezroq chiq, Joha polizingda ishla, polizga qaramasang bo'lmaydi deb aytishmagan. O'zimdan bilib chiqib ishlamasam ular aytmaydi, ular yaxshilik qilmaydi odamga. Shu uchun o'zim asta-asta o'zimdan bilib chiqib ishlayapman. Va videoga like bosishni shu joyda eslatib o'taman sizlarga, chunki like bossanglar men xursand bo'laman. Kanalga obuna bo'lsanglar esa 2x xursand bo'laman, ya'ni 2 barobar yuqori darajali xursandchilik keladi. Va kommentariyada ham nimadir yozib qoldirsanglar, men o'qib ko'rib, xullas o'zimni javoblarimni aytaman. Fermadan juda ham ko'p daromad olyapman. Bu daromadlarimda esa nima desam ekan, JTlarga bermoqchiman, lekin ular olmaydi, bilmasam. Balki ularning o'zida bunaqa narsalardan ko'pdir yoki yo'q, ularda o'zida yo'q. Umuman bunaqa narsa ular iste'mol ham qilmaydi, ekmaydi yo ekadi, qaranglar. Mana bu yerda ikkita, jami 3 ta nima bor, poliz bor qishloqda, meniki va yana 2 ta poliz. Lekin ular ham yig'ib qo'yadi, yemaydi, hayronman. Balki keyinchalik ular shaharga chiqarib sotishi mumkin va men ham shaharga chiqarib sotishni maqsad qilyapman. Shaharda juda ham ko'p sotsa bo'ladi bu narsalardan. Shaharda yashaydiganlar esa qishloqdan olishadi. Ya'ni qishloqdan olib borilgan meva sabzavotlarni olishadi. Hozir esa bitta ishim bor, ya'ni bir ikkita tosh, yana ko'mir, yana nima edi, taxt olib kelishim kerak. Nima qilasan desanglar agar, uyimni kattartirmoqchiman. Kattaroq uy bo'lsa zo'r bo'ladi va iloji boricha 2 qavat qilaman va ichiga bitta gamer xona quraman. Keyin mazza qilib gaming qilib, Minecraft o'ynab, hamma narsa o'ynab yuraman mazza qilib. Sizlarga esa zo'r sifatli kontentlar chiqarishda davom ettiraman. Hozir esa o'sha daraxtlarni yig'ib olib borishim kerak. Lekin o'sha kech bo'lib qopti. Mayli, faqat hozircha daraxt olib borsam yetsa kerak. Yana nimadirlar olib borishim kerak edi. Hozircha mayli, daraxt o'zi yetadi. Tak, yana bitta daraxt olaman. Xo'sh, tok. Yetamkan? Menimcha yetmaydi. Va hozircha quyosh botishidan avval yana birorta daraxt olib ketaman. Hali qorong'u tushgani yo'q. Qorong'u tushguncha men yana bitta daraxt olsam bo'ladi bemalol. Xo'p, mana shuni olay va ketaman. Bo'ldi. Nechta bo'ldi qani? 19 ta. 19 ta 4 ko'paytiramiz. 76 ta bo'pti va 76 ta menimcha yetadi, to'xtanglar. Mayli, kech bo'lib qolgan bo'lsa ham yaxshilikni unutmaylik. Tak, daraxt oldikmi endi? Daraxtni ekib ham ketishimiz kerak. Tak, bo'ldi, zo'r bo'ldi. Va qorong'u bo'lyapti. Uyimga tezroq yetib olib turib, uxlaymanda, ertalab turib ishlab, birinchi tosh yig'ib kelaman-da, keyin uyimni kattartirishni boshlayman. Nimaga uyingni kattartirasan desanglar, qo'shnimning uyini qaranglar, meni uyimdan baland va men ham zo'rroq uy qurmoqchiman. Qo'shnim esa hozir nimadir o'ynayapti, nimadir qilyapti. JTL, nima qilyapsan? Meni uyimning yonida. Bor, uzoqqa ket. Ketsam yo'qmi? Yo'q, ketmayman. Mayli, o'zing bilasan. Uy yo'qda nima qilish kerak endi? Men urganim bilan bu yerdan ketmaydi. Baribir shu yerda o'tiraveradi. Shuning uchun indamayapman. Tak, hammasini olamiz. 12 ta va 64 ta tak yetsa kerak. Endi esa uxlay, ertalab turib ishlarni davom ettiraman. Voy, Joha. Voy, JTL yaramas chaqiryapti ertalabdan. Qani, qayer ketdi bu JTL? Meni ekan. Voy, JTL, meni chaqirdingmi? Voy, to'xta. Voy, yaramas, to'xta, meni chaqirdingmi? Ha, sen chaqirdim. Uyimni qara, nima bo'ldi? Uyingni qaramabman, hozir shoshmay qarab kelay. Nima bo'ldi uyingga? To'xta. Nima bu? Yeb qo'ydingmi ochiq qolib? Yo'q, kecha uxlab yotgandim. Turib qarasam shunaqa bo'lib qopti uyim. Rostdanmi? Ha, rostdan, iltimos yordam ber uyimni kattartirishga.
Uyingni qanday katta orttiraman man? Senda resurslar bor, uyimni kattaroq qilib ber iltimos. O'ylab ko'rish kerak, lekin evaziga nima berasan? Bilmadim. Xohlasang obunachilarga aytaman, kanalimga obuna bo'ladi. Mayli ayt. Hurmatli Jo'xan obunachilar, iltimos kanaliga obuna bo'linglar, chunki Jo'xan menga yordam berish kerak. Bo'ldi, mayli. Короче, hozir yordam beraman. Endi sizlar obuna bo'lsanglar yordam beraman. San uying yo'q degani, birovni uyiga kirib kelishing kerak degani emas. Tushundingmi? Senga men tushuntirishim kerakmi endi? Uyi bo'lmasa uyi voy tilim aylanmay qoldi. Uyi bo'lmasa endi meni uyimga kelib yashaydi degan joy yo'q-da, qaranglar. Mayli ko'chada yashasin. Hozir boshlayman ishni. Mayli, davay. Aha, tak. Birinchi tosh olib kelish kerak, chunki yerni tosh qilish kerak avval. Menda esa tosh yetarlicha yo'q. Deyarli umuman yo'q ekan. Mana bu yerda shaxta bor edi. Mana shu yerdan olamiz hozir. Endi jitalik bilasizlar, yig'laydi. Nima uy mani titilib ketdi yoki boshqa narsa deb. O'shaning uchun jitellarga yordam beraman. Yaxshilik har doim yaxshilik bilan javob qaytaradi. Ya'ni men uni uyini zo'r qilib beraman. Sizlar esa kanalga obuna bo'lasizlar. Bu esa juda ham ajoyib bo'ladi. Hamma bir-biridan norozi bo'lmaydi, hamma bir-biridan rozi bo'ladi. Xo'sh, bilmadim qancha tosh kerak bo'ladi. Adashmasam 50 tacha kerak bo'lsa kerak. Bir stak olib boraman har ehtimolga qarshi. Qara demoqchi bo'laman. Ko'ryapsizlarmi? Tilimni sepib chiqib ketishini. Yangi sef qo'yib olishim kerak tilimga, keyin chiqib ketmaydi. 39 ta bo'ldi. Tak. Yana bir qator olsam 44 ta halim yetmaydi. Tak, bu yerdan ham bir qator olamiz va mana shu yerdan ham bir qator olamiz. Endi bu yerdan ham bir qator olsak 54 ta. Menimcha yetadi. Yana ham bilmadim. Agar yetmay qoladigan bo'lsa, yana kelib shu yerdan olib ketaman. Qishloq bu tomon dedi. Qishloqni yo'qotib qo'yishim mumkin deb o'ylamagandim. Ammo bir tomoni g'alati bo'lib buzilib qopti. Hayronman, kim buzgan bo'lsa ham, lekin jitel yomon xafa bo'lsa kerak. Yig'lab o'tirib ko'raysizlarmi? Birinchi o'rinda o'rtani ochib olishimiz kerak. Bu toshlardan ham chunki foydalansak bo'ladi. Ammo mana bu oynalardan qaytib foydalana olmaymiz, chunki bu oynalar bir martalik edi va ulardan endi foydalanishning ilojisi yo'q. Tak, hozir bu yerdan bloklarni olib chiqamiz. Bitta blokni ortiqcha olib boribman, qaranglar, mana bu yerga bitta blok bo'lish kerak o'zi. Tak, endi yana bularni olamiz va tagini tosh qilishni boshlaymiz. Ishni osonlashtiramiz albatta. Ya'ni bizda effortless building mod bor va bu mod yordamida uylarni tez qurishingiz mumkin va hech qanaqangi cheklovlarsiz. Va sizlarga ham ushbu moddan foydalanishga maslahat beraman. Lekin qanday foydalanishni o'zingizlar bilasizlar. Oho, tak, pol qismi tayyor bo'ldi. Ana endi devor qismiga o'tadigan bo'lsak, qanday bo'ladi devor qismi? Birinchi qator tosh ekan, keyingi qator yog'och bo'lar ekan, adashmasam. Menimcha mana shunday bo'ladi. Tak, undan keyingi qator bu ham yog'och bo'lar ekan. Xo'p, mayli. Yog'och bo'lsa yog'och bo'libdi-da. Tak, yog'och qo'yamiz va mana bu yerga ham yog'och. Endi esa xullas shunaqa tagiga tosh qo'yish kerak ekan, adashib qo'yib yuboribman. Tak, bu yerga toshni qo'yamiz. Ana endi esa moddan foydalanib tezroq qurishni davom ettiramiz. Tak va tak hamda yana bitta tak bo'ldi ana. Ana endi devor qismiga o'tsak, 3 tadan oxirigacha borish. 4 ta qilib yuboribman. Bittasini qaytarib olib chiqish kerak. Mayli, hozir qaytarib olib chiqaman va sizlar esa videoga like bosib turinglar, chunki men jitelga yaxshilik qilyapman. Sizlar esa yaxshilik qilish uchun kanalga obuna bo'linglar. Tamom. Biz jitel bilan kelishib oldik. Tak, hozir tepaga chiqib, tepadagi yog'ochlarni olib olish kerak, chunki ular menga kerak bo'lishi aniq. Tak, voy, mayli. Hech nima qilmay tushib ketdim. Mayli, bunaqa tushib ketishlar ko'p bo'ladi hali, chunki uy hali bitgani yo'q. Yaxshisi videoni pauza qilib qo'yib, sizlarni kuttirmasdan uyni tayyorlab bo'laman. Va nihoyat jitelda uyini qurib bitkazdim va menimcha avvalgisiga o'xshagan bo'lsa kerak. Va bitta mana shu joy minus bo'libdi, mana bu yer tosh bo'lish kerak ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham o'xshatdim va mana bu jitel. Voy, men uyingni qara, zo'r qilib qurdim. Voy, dahshat qilibsan. Yana bitta iltimoscham bor. Qanaqa? Uyni ichida karochi sandiqda narsalar bor, jihozlar, o'shalarni ham joylashtirib ber. Mayli, hozir.
nimaga yo'q demading desanglar agar, chunki yaxshilik qilyapmiz, endi oxiriga chiqmasak bo'lmaydi baribir. O'z narsasi kam ekan, mana shu narsalarni joylashtirib beray. Sandiqni yoniga qo'yamiz, kravatni to'rga qo'yamiz, pechkani mana shu yerga va buni berga. Mana bo'ldi o'zi. Bor narsasi shu ekan, menimcha yaxshi bo'ldi. Yashasa bo'ladi ish qilib. Hozircha esa men endi uyimga kirib bir ikkita damimni olsam, keyin o'zimni uyimni ham kattalashtirishni boshlayman.